namozga dabdababozlik yo'q. Zo'rg'a 5 mahal namozni o'qiymiz. Zo'rg'a. U ham qazo, u ham chala, u ham o'ziga yarasha. Ibodatlarda dabdababozlik yo'q. Mana dabdababozlik qiling mana. Har 5 mahal namoz o'qiganingizda Alloh bilan bog'lanadigan yangi toza namoz kiyimi kiying masalan. Xushbo'ylaning, misvok nima qiling? Tahoratlaringizni mukammal qiling. Kunda 5 mahal namozingizga boshqa suralar yodlang. Mana dabdababozlik qiling. Va unda yo'q, bo'laveradi u. 20 yildan beri 4 ta yodlagan xato suramiz bo'laveradi namozga. Lekin kecha to'yga kiygan kiyimiz bugungi to'yga bo'lmaskan. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birovni kiyimini kiysa kiyamiz. Ijaraga olib kiyim kiysa kiyamiz birodar. Ayollar erkaklarga taalluqli. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Nima qilasiz unday?